O'zbekiston va dunyodagi bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bizning Dunyo yangiliklari YouTube kanalimizda. Bugun dasturimizda Rossiyada migrantlarga yangi tuzoq. Plastik karta provokatsiyasi haqida ogohlantirish. So'nggi kunlarda Rossiyada yashayotgan migrantlar orasida xavotir uyg'otgan yangi holat paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarga ko'ra, ayrim joylarda yerga ataylab tashlab ketilgan plastik bank kartalari topilmoqda. Eng xavflisi, bu oddiy unutib qoldirilgan karta emas, balki puxta o'ylangan provokatsiya ekani aytilmoqda. Tushunish kerak bo'lgan jihat shuki, odam qo'lga olgan har qanday begona karta rasmiy ravishda o'zganing molini noqonuniy egallash sifatida baholanishi mumkin. Ya'ni siz uni ko'targan zahotin ogirlik moddasi bilan javobgarlikka tortilish ehtimoli paydo bo'ladi. Bundan foydalangan holda ayrim shaxslar migrantlarni tuzoqqa tushirishga urinayotgani aytilmoqda. Ayniqsa ishxona yaqinlari, xiyobonlar va turar joylar yonida yerda yotgan kartalarni payqaganlar ehtiyot bo'lishlari shart. Rossiyada qonunlar qat'iy, shuning uchun har qanday kichik harakat ham katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hattoki topib oldim, egasiga qaytaraman degan niyat ham sizni himoya qilmasligi mumkin. Shuning uchun Rossiyada yurgan tanishlaringizga, do'stlaringizga va yaqinlaringizga ushbu ogohlantirishni yetkazish muhim. Oddiy bir ehtiyotsizlik, tasodifiy bir harakat kelajak taqdirga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xulosa: yerda turgan har qanday begona kartaga umuman tegmang. Bu sizni jinoyatchiga aylantirishi mumkin bo'lgan tuzoq. Ogoh bo'ling va boshqalarni ham ogohlantiring.